Ko'rsataveraylikmi? Lekin u odam millioner odam. Faqat o'zbeklar tushadi. Ham balki milliarderlar. Obunachilar uchun sizdan qanaqa hadya olsak bo'ladi? Toshkentda bor Ukrainalar. Ochmoqchisiz. Uchinchisini ochamiz. Usta qanchadan topyapsiz? 7-8 ming dollar. Birdaniga ko'tarilib ketishi. Mahallada ham tanimayapti. Farqi yo'q, u katta bo'lishidan qat'iy nazar. Eng katta summa Ishga olamiz, o'rgatamiz. oylik daromadi qancha salonda? 57 ming. 57 ming. Eng zo'r salon o'sha yerda Craftmi? Craft. Craft. Boshladik. Katta xolaynoymi? Turdi. Sovg'ani olishinglar mumkin. Shov-shuvlar ko'p-da. Assalomu alaykum azizlar. Turkiyani Istanbul shahrida mehmonimiz, to'g'riroq biz mehmon bugun Islomboy aka. Shu do'konni egasi. Rahmat, vaqt ajratib keldingiz. Ikkinchi do'konimizga bizga ham qulay bo'ldi, o'rtaga uchrashdik. Nima uchun aynan Turkiyaga kelib boshdingiz? New Yorkka emas, Dubayga emas, Saudiya yoki O'zbekistonni o'ziga emas. Ya o'zi Toshkentda bor salonim. Ochganman Toshkentda, anaqada Oliy Majlis to'g'risida. Katta qilib ochganman 18 talik. Yevropada ochmoqchi bo'ldim. Venani ko'rdim, Chexiyaga bordim, Slovakiyani. İmkoniyatlar, ya'ni ko'ra olmadim bu yoqda imkoniyatlarni. Qiziqdim Turkiyani bozoriga. Ya'ni potensial bor. Demak, savolimiz o'rinli bo'ldi-da. Yevropaga ham borib kelgansiz. Toshkentdagi ham 4-5 yil ishlatdim. Boshida yaxshi bo'ldi. Keyin o'zim ketgandan keyin sal qiynalishdi. Shunga sotib yubordim. Ozroq o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Xorazmliman, Xivadanman. Oilaliman. 3 ta qizim bor. Alloh bag'ishlasin. Alhamdulillah shu yerdamiz Istanbulda. Noodatiy savolimiz bor. Telefoningizda qanaqa rasm turibdi hozir? Bemalolmi ko'rsak? Zastavkadami? Dunyo ko'rsataveraylikmi? Dunyo rasmi bor ekan. Ya'ni nima uchun ma'nosi? Menda bana qiziqaman koinotlarga. Koinot Allohdan yaratganlar. Kasbga qanday kelib qoldingiz sartaroshlikka? Barber, professional barber oldin sartarosh edi, ustalar, keyin barber shop qanday bo'lib qoldi? Endi bu 16 yillik sartaroshman o'zim aslida. Mashallah. 6-sinflik vaqtimda shu yoshingiz necha o'zi? O'zi 33 yoshdaman. Mashallah. Shu o'qib yurganimda dadamlar shu urib yuborishgan deyman sartaroshxonaga. O'zim ya'ni ko'rmaganman bu kasbni ya'ni. Oiladan kelgan ya'ni, ha? Ha, endi yo'q, ota kasb emas. Dadamlar o'zi bobomlar o'sha o'zlari katta ishda ishlagani uchun shu ko'rishgan deyman-da, o'qimasligimmi yoki boshqa narsammi, ko'chada yurganman, sportchi bo'lganman, sport maktabida o'qigan. O'shanga berishganda sartaroshlikka urib bo'lsa ham olib borishganman. Ikkita dadam 6-sinfdan. 6-sinfdan. Bu qolsam ham shu bobomlar urib, agar bitta bobom ko'rib qolsa, ikkinchisiga qolsam, ikkinchisi ham urib olib borardi. Shunaqa qilib 3 yil shogird tushganman. 9-sinfgacha. 3 yilga mukammal o'rgangansiz kasbni. Bilardim, lekin hech ko'zim yetmagan, sartarosh bo'laman deb o'ylamaganman. Barberlar oyda qancha topadi? Barberlar endi barberni ishiga bog'liq, joyiga bog'liq, masalan komfortiga bog'liq. Toshkentda yo Istanbulda aytsangiz bizga. Toshkentda o'rtacha 2-3 ming agar yaxshi barber bo'lsa topadi. 2-3 ming bemalol topadi. Siz qancha topasiz? Toshkentda ayting, bu yerda ayting. Toshkentda ham ayting, bu yerda ham ayting. Endi Toshkentda o'zimning salonim bo'lganim uchun sal ko'proq topardim. Shu 5-6 ming dollar. Hozirda ikkita saloningiz bor Istanbulda. Hozir Istanbul o'zida ikkita salon bor, Yevropa qismida ikkita qilganman. Oylik daromadi qancha salonlar? Salonni o'zidan. Salonni agar o'zi rasxod ko'p odam faqat kirim biladi endi. Hozircha daromad haqida gaplashaylik. Daromadi 7-8 ming dollar aylanadi. Alloh barakatini bersin. Uni eshitilishi zo'r 7-8 ming, lekin bu ishning mashaqqati, xarajati bor. Bu joylar arenda, o'zi arendaga olib ishlatamiz. Ikkala do'kon arenda, bilaman Istanbulda arendalar arzon emas. Ayniqsa ish joyi. Ha, shunaqa ikkisi ham arzon emas. Bu lekin biznesda sherikingiz yo'q. Biznes sherikim bor. Turkmi yo o'zbekmi? Turk. Maoshlar, ustalarga qanaqa sistema, komissiya bo'ladi? Maoshlar ana shu bu ustalar 50-50 ishlashadi. O'zi Istanbulda sistema shunaqa, barbershop sistemasi. Istanbulda ya? Boshqa keladigan sartaroshlarga ma'lumot bo'lib qo'ysa yaxshi. O'zbekistonda ham hozir ayni shu sistema ketyapti o'zi 50-50.
bu yerda ham shunaqa Usta bo'lsakmi? ha bu yo bizda ustalarga обязательно o'rgatish ham o'zini anaqaga olamiz. Har kelganini olmayman. O'zi ishonchli bolalar bo'lsa, masalan, Qo'lingizda nechta xodim bor hozir? hozircha 7 ta. 7 ta mashallah. O'zingiz bilan 8. O'zimiz 8. O'zingiz ham ishlaysiz? Ha, o'zim ham ishlayman. 8 kishi. Ish joyi bo'lsa vakansiya berasizlarmi? E'lon berib turasizlarmi yo hozir? Ish joyi bo'lsa yo'q, o'zi shundoq ham sartaroshlar ko'p, ishlayman degan bolalar ko'p. Bizda faqat ko'proq yo'nalishimiz klassika uzun sochlar bo'lgani uchun faqat uzun sochli ola oladigan bolalarni olamiz salonga. O'rtacha sartarosh kelib ishlay olmaydi. Yo'q, to'g'ridan to'g'ri ishlay olmaydi. Malakasiga qaraysiz. Ya'ni o'zi Turkiyaga, zotan Istanbulga kelgan sartarosh, men aytaman, ishi yaxshi bo'lsa, o'zi hech qayerdan ketmaydi sartarosh. Shunday. Yokida biz unga taklif berib chaqirishimiz kerak, yokida karyera qilaman degan sartarosh chiqishi kerak. Nima uchun Craft, ya'ni ismi nima ma'nosi bor? Nima uchun? Qayerdan Craft o'zi topgan bu ismni? Craftni bitta Fathullo degan o'zimiz bilan ishlagan sherigimiz bo'lardi. Shu ideya bergan. Rosa qidirganmiz. Qo'l mehnati. Ruqiyiz deyiladi-ku, qo'l mehnati degan anaqani. Nozik ism topibsiz. Qaradim, Toshkentda ham bor, o'shadir sizniki. Meniki shu, Toshkentda ham bor, bu yerda ham bor. O'sha meniki Toshkentdagi. Ya'ni siz shu oti bilan sotibsiz-da. Franchiza berasizmi yana? Franchiza qilmadik-ku. Endi Osiyoga yoki Izmirga ochaman. Berishimiz mumkin, lekin o'z talabimiz bor deb franchizaga. Shu uzun sochlarni olish kerak, yaxshi qarash kerak. Mijozlar asosiy kimlar? Turklarmi, o'zbeklarmi yo chet elliklarmi? Mijozda har xil mahalliy mijozlar ham bor. Lekin aslida bizda ko'pchilik o'zbeklar, qirg'izlar, men Fotihda kelib turaman, ko'proq o'zbeklar. O'zbeklar. Eshitdimki, Bashakşehirda sizga ruslar ham bor ekan. Menga endi u yoqda Kavkaz ruslar ko'p menda. O'zbeklar o'zi pastki kam desam ham bo'ladi. Men o'zi talab bo'lgani uchun Fotihda o'sha uchun ochganman. Juda ko'pchilik so'raganda men. Ruscha bilasiz demak, inglizcha. Ruscha bilaman, inglizcha yo'q, inglizcha. Ruscha, turkcha, o'zbekcha. Endi turkcha o'zimizda til-ku. Maşallah. İjtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda faol bo'lmasdan biznes yuritib bo'ladimi sizni? Yo'q, bu xato. Unaqa agar yaxshi usta bo'lishingiz yo o'zingizni ishingizni ustasi bo'lishingiz mumkin, lekin internetga hozir kirmasangiz katta shaharda qiyin, bu mahallada bo'lsa hamma taniydi, lekin bu hozir mahallada ham tanimayapti. Mahallada ham shu. Hozir internetga chiqmasangiz majbur. Biznesni kattalashtirish niyat bormi? Yana boshqa shubalar ochish Istanbuldami, boshqa chet eldami? O'zi o'sha uchun harakat qilyapmiz o'zi hozir. Shuni kelingan o'zi Istanbulga, ya'ni set qilishlik. Hozir ikkita bo'lsa, uchinchisini ochamiz yaqinda inshaalloh, yillarida ochamiz. Ko'p joylardan eshitdim, mana shu Craft Barber Shop, shov-shuvlar ko'p-da, ya'ni o'zim shaxsan reklamadan ko'rib kelganman. Sababi nima endi bunday taniqli bo'lib ketishdi? Shuncha Turkiyada barberlar turib, o'zbeklar birdaniga ko'tarilib ketishi, kelgan klientlarga komfort yaratib berganimizda deb bilaman. Keyin uzun sochlar bilan ishlaganimizda. Ya'ni o'zi har bir davlatda o'zini bir mentaliteti bo'ladi. Turklar o'zbeklarning sochini hech qachon ololmaydi. Bizlarnikilar kirib qanaqa tushuntirsa ololmaydi. Orqa yonni ko'proq xuddi shunaqa qo'yadi, taskafa deydi turkchasi, taskafa. Masalan, Pokistonga borsangiz, Pokistondan bir xil o'zining stili bor. Arabistonda, Yevropa stili bor. Ya'ni bu mintaqaga bo'linadigan narsa, ya'ni farq qiladigan narsa. O'zbeklarning sochiga faqat o'zbeklar tushadi. Ya'ni O'rta Osiyoliklarning sochiga dengasi bor-da. Shunaqa. O'shuning uchun bizlar ham ishga olishdan oldin bolalarni yaxshilab birinchi tarbiya qilamiz, keyin o'rgatamiz, keyin ishga olamiz. Shu bizlarning yutug'imiz deb o'ylayman. Ya'ni bizlarning tez ko'tarilishimizga sabab shu bo'lgan bo'lsa kerak. Meni kuzatganimdan 1 yildan beri xodimlar o'sha o'zgarmagan. Shunaqa. Keyin kelsak, bu yerga o'g'il shamon bugun ergashdi, kelgan, mazasini olganda, konfetlar, narsa, choylar, izzatini joyiga qo'yishgan. Boray dedi. Aytdim, yo'q, bugun uzr. O'zi biznesda ham shu narsa bor, katta o'zi komfortini yaratib bera olsangiz odamni, bo'ldi, siz yutasiz hamma narsada. U siz bir xil vaqtda yomon soch olib qo'ying, ya'ni soch olish ham sartaroshchi nastroyeniyasiga bo'ladi, ya'ni. Shunday. Yomon olib qo'yish mumkin, lekin bu narsalar mana shu komfort, bunga qilayotgan bizlarning muomalalarimiz yo'q ketadi bu narsa. Bir kun ishdan chiqdim, endi yo'lda telefon qilib kelardik, randevu olib ertaga, indinga deb. Keldim, aytmasdan keldim. Aytishdi, mijozlar bor, lekin kutishingiz
to'g'ri keladi. Mayli kutaman, vaqtim bor dedim. Hatto o'tirib, mana shu sizni joyingizga o'tirib uxlab qoldim. Qaylula uyqusini ham olib turdim-da, xuddi nima begona joy emasda. Yotdim, bemalol aka yotib turdingiz deyishdi. Boshqa joyda bunday kirib, yotib, shunaqa katta xolayni uyimi turdingda. Sizningcha nima uchun chet elga chiqishadi? Amerika bo'lsin, Turkiya, Rossiya borishadi, bir o'zgarish yo'q. Yo ishlaydi, ishlaydi, qaytadi, keladi, pul tugaydi, yana ketadi. Nima uchun shu narsa sikl tugamaydi? Bu narsaga men sabab kunlik ishga bog'lanib qolishlik deb bilaman va o'zini ustida ishlamaslik deb bilaman. Kunlik ishga bog'lanib qolsa yo oylik ishga bog'lanib qolsa odam hech qachon o'solmaydi. Odamlar maqsad qo'yib nimadir bo'lish kerak yoki masalan ish qilayotgan bo'lsa, обязательно shu chiqish kerak deydi o'zi odam, ya'ni iqtisodiy erkin bo'lishga harakat qilish kerak. Agar inson o'zi iqtisodiy erkin bo'lishga harakat qilmasa, shu holatda o'zgarmasdan qoladi. Har doim shu kunlik ish bizlarda bilasizku, kunlik ishga kelishadi. Shu bilan 5-6 oy ishlab yana qaytib ketadi, yana keladi, kelmayman keladi. Xato. Biz endi konsalting uchun bilamiz. Kelmayman deganlar yana keladi yoki aytadi deportda ochasam yo'qmi? Shu takrorlaveradi. Mani achingan tarafim nimadandir voz kechib kelyapti-ku, ota-ona, farzand, bola chaqa, vatandan bu yerga bir nima bo'lsin, kelib qorin har joyda to'yadi-da. Toshkentda ham to'yadi, Qashqadaryoda ham to'yadi, Afrikada ham. Odam joyni o'zgartirish bilan o'zgarib qolmaydi. Toki o'zini o'zgartirish kerak-a? Farqi yo'q, u katta bo'lishidan qat'iy nazar. Istanbul qiyinmi, qimmatmi? Bu savolni hamma mehmonimizga beramiz. Istanbul qiyin, lekin imkoniyatli shahar deb bilaman. O'sishga, ya'ni o'zingizga karyera qilish uchun eng yaxshi joy Istanbul deb bilaman. Bizni ham maqolamiz shunday. OneLand shirkatimizda imkoniyatlar makoni, chunki imkoniyat bor. Imkoniyat zotan hamma joyda bor. Bu yerda endi katta megapolis bo'lgani uchun ko'proqday Istanbulda. Yoshlarga va chet elga yurganlarga, umuman yoshlarga 3 ta maslahat. Birinchi kasb o'rganish kerak deb bilaman. Ikkinchi sabr qilish kerak deb bilaman. Sabr qilish kerak, intizom deb uchinchisi. Intizom, ya'ni disiplina. Bu uchovi bir-birisiz bo'lmaydi. Kasb o'rgansangiz, sabr yetmasa tura olmaysiz, sabr qilish kerak, chunki boshida o'rgana olmaysiz. Intizom bo'lsa-yu, sabr bo'lsa, kasb bo'lmasa, o'xshamaydi bir-biriga. Ya'ni orada zanjir yo'q bo'lib qoladi. Go'zal formula ekan. Yozib olinglar. Pul hamma narsani hal qila oladimi? Pul faqat sizni yo ko'p narsani hal qiladimi? Pul masalan sog'liq sotib bo'lmaydi, sog'liq. Faqat pul bilan komfortingizni sotib olishingiz mumkin. Pul hech narsa hal qilmaydi, faqat komfortingizni hal qiladi. Masalan, xudo ko'rsatmasin, kasal bo'ldi, yaxshi doktor topa olmasa, bir samolyotga boshqa joyga borishga yordam beradi, lekin komfort yaratib bera oladi, boshqa hech narsa qilib bera olmaydi pul. Masalan, shunaqa odamlarni bilamiz, shunaqa puli ko'p, lekin hayotda baxtsiz. Men hozir shunaqa boshimdan deyapti, shunaqa stress o'tkazyapman deyapti. Tushuntirib bera olmayman deyapti, lekin u odam millioner odam. Ham balki milliarderlar. Ya'ni pul bilan bu baxt sotib olinmaydi. Pul faqat odamni sharoit, ya'ni pul kerak, komfort uchun kerak. O'zi bizani intervyular, ya'ni podkastlarning ham maqsadi shuki, chet elga chiqib, mana sizga o'xshagan tadbirkorlar, ya'ni tadbirkor bo'lmasa ham o'zini yo'lini topgan. Mayli bir joyda fabrikada ishlasam, o'zi ham oilasi ham yaxshi komfortda yashaydiganlardan olamiz. Nima uchun? Birinchidan motivatsiya bo'lsin, boshqalarga o'rnak bo'lsin, lekin bu degani faqat pulga aksent qilib qolmasin deb shunaqa savollarni ham beramiz. Birinchi marta qo'lingizga ushlagan eng katta summa qancha bo'lgan? Dollarmi, so'mdami, yevromi? Birinchi marta 2009 midi, 2010 midi 1600 dollar ishlatilganman. Eng katta pul shu bo'lgan. Ya'ni u paytlar o'sha katta pul bo'lganda. Bo'lgan, katta pul bo'lgan. Hozir qadri bilan 5-6 ming bo'lib qoladi. Bo'ladi, shunaqa. Endi u vaqtda shu kollejda o'qib yurgan vaqtim 2 yil. Juda zo'r bo'ladi. Birinchi katta pul ishlaganingizni aytingiz. Birinchi katta masraf, ya'ni rasxod qilganingiz qancha? Toshkentga ochganman dedingiz-ku, necha pul ketgandingiz? Necha pul tikkanman? Toshkentda 2019-yilda 57 ming rasxod qilganman. 57 ming 2019. Ya'ni bu hozir tushunishinglar uchun 100 ming dollardan ko'proq ham bo'lsa kerak qadriga. Hozir 70-80 ming bo'lsa kerak endi. Baxtlimisiz? Alhamdulillah baxtliman. Chunki ishim bor. Oilam yonimda. Ota-onam tirik.
endi Eng baxtli, boy ekansiz. shunaqa. Siz uchun boylikni o'lchovi nima? Pulda emas men uchun. Pul emas. Pul emas. Qadriyat, Menda boylik, oilami? qadriyat. Xolos. Sog'likmi, Qadriyat. oilami, qadriyat, hammasi. Sog'lik va shu oila. Boylik shunday o'zi asli boylik nima desangiz. Bosh tish og'rimasligi bu katta boylik deydi. Eng katta dunyoviy orzuyingiz. Katta planda shu katta qilish salonni, ya'ni setlar ochishni hozir men Uchta to'rtamasi yo'q, bir men qancha. faqat bitta emas, Madinada ochish plan qilganman. Mashallah. Men takliflar tushyapti, Ukrainalarda endi hozir u yoqda bo'lmaydi, lekin planim bor. Turkiyaning boshqa shaharlarida ham bor. Turkiya va boshqa joyda ham, Istanbul o'zida, ya'ni o'zi har bir viloyatida ochish. Chunki Umraniya, Kadikoy taraflarida ham Shu o'zbeklarimiz Kadikoy, keyin bu yoqda Beylikduz taraflarda ham rus yozishlar ko'p juda o'shalarni. do'st deganda nima tushunish kerak? Do'st qiyinchiligingizda yoningizda turadigan va kamchiligingizni aytadigan odam do'st bo'la oladi. U sizni qiyinchilikda ham yoningizda turishi mumkin do'st, lekin kamchiligingizni aytmasligi mumkin. Ya'ni bunaqa odamdan xayr yo'q deb bilaman. Ya'ni do'st sizga oyna bo'la olsa, faqat shu do'st bo'ladi. Bormi shunaqa inson? Bor. Mashallah. Bitta akam bor. O'sha menga to'g'ri ko'rsatib kamchilikni aytib turadigan. Hayotingizdagi qilgan eng katta xato. Bilmadim eng katta xato deb nimani aytamiz, lekin har doim qiladigan xatomiz bor, uni lekin katta xato deb bilaman har doim. Ya'ni bu kamchilik, katta kamchilik nima desangiz, qarorlarni kech qabul qilishim. Ba'zan shoshib qabul qilaversangiz, uni ham o'ziga yarasha badali bor-da. Shunaqa badali bor, lekin bu afsuslanadigan narsangiz kech qolib anaqa, ya'ni qabul qilishingiz. Ya'ni Shoshib o'xshamasa qabul qilish- ham tezroq qaror qilib, afsuslangan yaxshi. Shu ayni shu. Shu pozitsiyada. Shunaqa. Qilmadim shu ishni degandan Ko'ra qilib afsuslangan yaxshi. Bo'lmabdi, nasib emas ekan. Erkak yig'lashi mumkinmi? Erkak yig'lashi bu kamchilik emas endi. Jamiyatimizda shu yerda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, sizni qiynadigan narsa bormi? Masalan, bir muammo bor, katta, yechimi bor albatta har bir muammoni, lekin hozircha siz yechim ko'rmaydigan. Ko'ra olmasligimiz bir-birimizni. Shu men eng yomon narsa. Shunaqa raqobat kerak, faqat sog'lom raqobat kerak. Sog'lom raqobat. Xuddi Bu dushmanlikka o'tilsa, bu nosog'lom raqobat. unday negativ ham kerak, kritika kerak, Shunaqa. lekin sog'lom va Sog'lom. kritikachi bo'lib qolmaslik kerakda. Xatolarimizni aytsin. Men hatto bu yerga ham kelib aytaman, sizga boradimi yo'qmi, va fikrlarimni aytib ketaman. Faqat maqtash yo'q. Bu yerga ham aytib ketaman. Shunday deb. Keyin ikkinchi marta kelsam, o'sha u yaxshi bo'lgan. To'g'rilangan bu. O'zi odam o'ziga tanqidiy qarash kerak-da o'zi. Bitta odam sizga tanqid qildi sizni. U vaqtda to'g'ri ko'pincha odam qabul qila olmaydi tanqidni, lekin mayli o'sha vaqtda qabul qilmasa ham o'zi yolg'iz qolganda o'sha narsani o'ylash kerak. Men haqiqatan ham balkim shu menda kamchilik bordir. Shu narsa o'ziga odam savol berish kerak, shu narsani bera olish kerak. Tanqidni ham tanqidi bor-da, masalan, albatta hech kim bir-birimiz ichimizda niyatimiz bilmaymiz. Men biri rivojlansin deb bunaqa qilaman. Bir kafega bordik, kafeni otini aytmayman. Hozirgacha boramiz, hurmat qilamiz. Taomlari yaxshi, lekin oshi o'xshamaydi. Chunki guruchi, ya'ni birinchilari assalomu alaykum, doim kelib turamiz. Taomlaringizga gap yo'q, lekin oshinglar to'g'risi o'xshamaydi, men aytib qo'yish. Ya'ni bu bo'lsa yanada ajoyib bo'lardi deganda javob keldi, xafa bo'ldi. Men bildim, menimcha u biznes egasi bunday yozmasa kerak-da. Sen o'zi biror marta tuxum pishirganmisan? Men undan keyin ham bordim. Men uni rivojlanishi uchun aytdim. Osh uchun boshqa joyga boraman. To'g'ri. Qabul qilisha olmadi. Qabul qilish olmagan ko'p odam. Kelib masalan Istanbulga barber shop ochmoqchilarga maslahat bera olasizmi? Plyus, minuslari, qiyinchiliklari. Ko'p aldandik deb aytdi. O'sha narsalari bor. Bizda ham o'tgan boshimizda bunaqa. Yolg'on ko'p, juda ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni otsa bo'ladi, albatta sabr, matonat bilan. Istanbulda o'rtacha mana shunaqa salon ochish uchun qancha ketadi? 30 ming ketadi bir joy. Ya'ni joyga qarab o'zgaradi. O'zgarishi ham mumkin. Bor, masalan, keldim, bir haftaga ocha olamanmi? Yo'q, bir haftaga ocha olmaysiz. Kelib bu Istanbulda
shunaqa narsasi borki, arendaga olgan joyingizni u svetini yoqtirasiz, uni yoqtirasiz, remonti bu 2 oy ketadi. Bizlardan oldingi ishlatgan odam bu yerga masraf qilgan, qilmasa ham u to'lab olgan, ya'ni bu urfga kirgan bu narsasi. Bizlar ham salon ochganda bir salonga 6,5 ming, qaysidir biriga 3 ming deb kirganmiz. Просто hech narsa yo'q. Kelishimiz uchun shu. U arendadan tashqari, emlakchadan tashqari bu narsa. Ya'ni ikkidan Shunaqa masraflarga ham tayyor bo'ling. Ha, shunaqa. Aytyaptilarki, o'zim ishlaganman, ancha ishlab keyin ochganman. O'zlari professional usta bo'lganlar, Toshkentda do'konlari bo'lsa ham kelib ochish uchun kelib shu birdaniga ochishmaganu siz kelib ishlagansiz. Bir qancha muddat, qancha vaqt ketgan? 1 yil. 1 yil. Yani çünkü ben 1 yil o'rgandim fakat İstanbul'da. Qanaqa ochsa bo'ladimi? Ya'ni qancha ochish kerak bo'lsa, riskni ancha kamaytirish kerak. Yildan beri shu yerdasiz? 2023 keldim. Maşallah. Endi faqat barber shop emas, umuman chet elda, Rossiyada bo'lsin, bu yerda tijorat qilmoqchilarga maslahat bering. Tijorat uchun İstanbul eng menimcha qaynoq nuqta deb bilaman. Yaxshi joy ham, barakali joy ham. Kelib ketadigan odam ko'p, xalq ko'p İstanbulda o'zida. Masalan, O'zbekistonda kimdir kelib ishlayman desa, xizmat ko'rsatish eng yaxshi variant deb bilaman. Mashina qilish mumkin. Mashinani motor Operatorimiz anaqada ishlaydi, ya'ni PDR markaz. Faqat kuzov qilishadi, yaxshi ishlari. Shunaqa, o'shalarniki yaxshi yokida yaxshi oshxona bo'lsa ketadi. Agar buni ham o'zini ustasi kerak bu narsani. Hamma ham qilib ketavermaydi. Masalan, O'zbekistonda avval por bo'lgan edim, oshpaz bo'lgan edim. Qo'limdan keladi-ku deb ochsa, ochishlik boshqa tema. Oshpazlik boshqa tema. Yokida usta bo'lishlik boshqa tema. Bitta kelib turib joy ochishlik boshqa tema. Ya'ni buni o'zini ilmi bor, buni o'zini ilmi bor. Istanbul haqida, ya'ni siz bemalol ayta olasizki, kelib biznes qilsa bo'ladi, ha? Imkoniyatda shahar desam bo'ladi. Biznes, ya'ni sartarosh bo'lsin. Keladi. Konkurensiyadan qo'rqmaysiz? Yo'q, Toshkentdagi ochgan salonimda qatoriga eng zo'r salonlar bo'lgan. Tamo bo'lgan, Brohaus deydi. Eng zo'r salonlar o'sha yerda. O'zim ham ishlaganman Crab Barbershopda. O'sha o'zim ochgan. Qaysi rayonda bu? Shayxontohurga kiradi. Anaqada. Oliman storisida Drujba burger bo'lardi, eslasangiz. Istanbulda boshqa o'zbek barbershoplar bormi? Sartaroshlarning o'zi bor, lekin barbershop ochganlar. Barbershop yo'q. Akamiz o'zlari Toshkentga bizneslarini ochganlar, keyin o'xshagan, sotganlar, kelganlar, 1 yil ishlaganlar, hozir 8 ta ishchi ishlaydi. Har bir kishiga usta qanchadan topyapsiz? Bir oyga o'rtacha? Oxirgi kunda $1,5 ming $1,5 ming o'rtacha maosh beryaptilar. Bu bundan ziyod menimcha motivatsiya bo'lmasa kerak, ya'ni muhojir, ya'ni chetga kelib oila bilan anchagina rasxod ketadi. Bitta obunachilar uchun qanaqa hadya olsak bo'ladi? Bunaqa qilaylik, sizga o'sha videongizdagi kommentariy yozishsin, kelib. Kommentariy yozinglar, kommentariy oddiy bo'lmasin. Ish tajribanglar, mayli o'xshamagan bo'lsa ham, o'xshagan bo'lsa ham, qisqacha hikoya tarziga, ya'ni 3 ta 4 ta gap yozinglar. Qaysi biznesga qancha tikkansizlar, o'xshaganmi, o'xshamaganmi, davom etyaptimi, yopildimi, nima uchun? G'oliblarni akamiz o'zlari tanlaylar. Necha kishi tanlaymiz? 3 kishi tanlab. Hamma xizmatimizni demoqchi edim, 3 kishi dedilar. 3 kishi tanlab, o'sha hamma xizmatimizni qilib beramiz. Istanbulda bo'lsangiz bemalol aloqaga chiqasiz, raqamlarni, adreslarni qoldiramiz. Hatto O'zbekiston yo boshqa umuman boshqa joydan bo'lsangiz ham Istanbulga kelib kommentariyadan g'olib bo'lsanglar, 20-iyunda e'lon qilamiz uchovini ham. Endi bizda shu narsani qilib bera olamizmi endi? Avtorskiy bu eksklyuziv, chunki bu okani ham biz ancha vaqt kutdik. Shunday hatto kelib pulga ham borib soch oldirish uchun anchagina kutasiz, borasiz. Shuning uchun buni qadriga yetish kerak. Yozib qoldiring. Eng qiziq hikoya, ya'ni ish tajribangiz haqidagi qiziq hikoyani 3 tasi tanlanadi. Ulashib sovg'alaringizni olishingiz mumkin. Islomboy, katta rahmat. Alloh baraka bersin. Yana 3-chi, 4-chi, 5-chi salonlarni oching. Biz yana kelib yaxshi intervyularni olaylik. Salomat rostdan ham bo'lgan unaqa bitta qamalib chiqqan odam kelgan, soch olasizlarmi degan. Olamiz degan, nechi pul? 2000 ni olamiz degan. Bo'ldi ol degan. Shundoq sochini oldirgan. O'zbekistonda. Ha, algoritmda bu Toshkentda. Turganda ber 2000 ga degan sartaroshga. Men 2000 beraman, sochingizni oldirman dedi.
Ben senga soch olasanmi dedimmi? Bo'ladi, aka, ishdaman. Ha nega? Bo'ldi, sochimni sotdim senga. 2000 ga beraman. Bekami bir Olgan, berib olgan Shu o'zi.